Bugun Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov Termiz shahri Jo'yjangal mahallasida joylashgan Nur M mas'uliyati cheklangan jamiyatida avvalgi o'rganishlar davomida berilgan topshiriqlar ijrosi doirasida bo'sh turgan bino va inshootlardan samarali foydalanish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Shahar hokimligi, prokuratura, soliq organlari, departament hamda davlat aktivlarini boshqarish tizimi mas'ullari tomonidan xatlov natijasida aniqlangan obyektlarning joriy holati va ular asosida amalga oshirilishi rejalashtirilgan loyihalar yuzasidan axborot berildi. Mutasaddilarga bo'sh obyektlardan unumli foydalanish, ular negizida ishlab chiqarish, savdo va xizmat ko'rsatish faoliyatini yo'lga qo'yish orqali yangi ish o'rinlari yaratish hamda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash vazifalari yuklatildi. Shuningdek, tadbirkorlar bilan tizimli ishlash, ularning muammolarini o'z vaqtida hal etish va loyihalarni amalga oshirishda zarur ko'mak ko'rsatish bo'yicha topshiriqlar berildi. Ishlab chiqarilgan mahsulotga solishtirib ko'ryapmiz. Shahar namuna bo'lishi kerak. Bironta savolga javob beraman. Mana deganing qonunga ishlatgan. Shundan so'ng o'rganish ishlari Angor tumanida davom ettirildi. U yerda 220 gektar maydonda barpo etilayotgan Yashil belbog' loyihasi doirasida ko'chatlarni tomchilatib sug'orish tizimini joriy etish jarayoni ko'zdan kechirildi. Qayd etilganidek, ishlar yakuniy bosqichga yaqinlashgan bo'lib, ko'chatlar parvarishi uchun mas'ullar biriktirilmoqda. Shu bilan birga ularning yaxshi tutib ketishini ta'minlash maqsadida o'g'itlash va kimyoviy ishlov berish, kelgusida sifatli parvarishlash bo'yicha tegishli vazifalar belgilab berildi. O'sha to'xtab qolmasligi uchun liniyada doim G'arb chiqarmagandan sindirib bo'lmayapti. Ichida standart bunda kamayursa to'ldiradi. bu to'ldiradi.